Salom hammaga. Biz bu videoda FSBga ishga kiramiz 21-serverda do'stlar. Va biz oldindan zaifga tashladik va boshqa qaytarini ham tashladik. Uni ham hozir video davomida ko'rsatib o'taman do'stlar. Va mana hozir biz FSB binosiga keldik va tushuntiramiz, ya'ni elektrozaifga tashlaganimizni do'stlar. Hozir mana tekshiradi do'stlar. Va biz ko'rsatib o'tamiz qanday zaifga tashlash kerakligini. Qani bo'lmasa biz Discordga kirib olamiz. Va mana biz 21-serverini Discord organizatsiya serveriga kirib oldik va bu yerdan mana заявление на младший состав degan bo'lim turibdi. Bu yerdan mana FSB boshda turibdi, bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga shunaqa oyna ochiladi do'stlar va bu yerda o'rgatib o'tilgan qonun xullas levelingiz 5 bo'lishi kerak va medkarta diagnoz zarur bo'lishi kerak va qonunga bo'ysunishingiz minimum 30 bo'lishi kerak va albatta transportga va оружиеga litsenziyangiz bo'lishi kerak. Ikkinchidan forma podachi deyapti, ya'ni qanday qilib ariza tashlash o'rgatib o'tilgan. Birinchidan vash nickname deyapti, xullas nickname qo'yasizlar, birga 2 ga pasport, 3 ga medkarta, 4 ga litsenziya, 5 ga tek deyapti. Bu o'rgatib o'tilgan xolos, lekin sizlar bunday tashlangizlar. Mana bu yerda turibdi, mana birinchiga bu ham birinchi kirgan ekan, shuning uchun pastligini o'rgataman. Birinchiga mana nickname qo'yasizlar va 2 ga nije turib, 3 ga xolasizlar faqat liderni yoki bo'lmasam xolasizlar lider bilan starshi sostav yozdan o'sha zamestitellarni tek qilib qo'yasizlar, ya'ni Discord username-ni kiritasizlar. Hozir men misol qilib o'zimdan kelib chiqib yozaman. Xo'sh, Shahzod Sultonov. Bu meni hozirda o'sha 21-serverdagi FSBga qo'shilgan akkauntimni nickname bo'ladi. Hayron qolmaysizlar. 2 ga Neje deb yozamiz va 3 ga Liboye, masalan, liderni tek qilamiz. Mana FSB chiqdi. Xolasizlar bu yerda yana qo'shishlar mumkin. Masalan, FSB deb yozsanglar, mana kuchukcha bilan bu yerda mana 8, 9 lar kelib chiqadi. Xolasizlar 10, xolasizlar 8 yoki bo'lmasam 9 rangdagilarni tek qilsanglar bo'ladi. Va yana 4 deymizlarda, endi bu yerda shu ko'rinib turibdi, mana plus, o'shanga bossanglar qurilmadagi rasmlaringiz kelib chiqadi pastda va bu yerdan o'zingizlarga kerak bo'lgan dokumentlarni pasport, medkarta yoki bo'lmasam litsenziyani tanlab qo'yasizlar va jo'natishni bosasizlar. Menda o'zimni arizam bor edi, lekin bizni o'sha 21-serverga, ya'ni FSBga yangi lider kelgani uchun bizani eski, ya'ni meni eski arizam o'chirilib ketdi. Shuning uchun men sizlarga yangidan ko'rsatyapman do'stlar. Endi biza o'yinga va mana do'stlar, biz Discorddan qanday zaifga tashlashni o'rgatib o'tganimizga do'r ham mana tekshirayotgan ekan zaifkamizni do'stlar. Biroz kutamiz, endi keyin nima deyishini keyin ko'ramiz do'stlar. Va mana do'stlar, bizning arizamizni tekshirib bo'ldi. Endi javobini kutyapman. Hozir tashkilotga ham xabar berdi. Shunaqa odam keldi deb, mana orqamdan yur deyapti. Endi qani ko'ramiz. Suhbatdan o'tib olsak bo'ldi. U yog'i zo'r ketadi do'stlar. Va mana hozir ichkariga kiramiz. Mana bu yerda o'sha suhbat bo'layotgan ekan, menimcha rang ko'tarishga. Xo'sh, endi biza shu savol-javoblardan o'tish uchun boramiz bu yoqqa. Menimcha hozir bu yoqda birozgina zaynat bo'lsa kerak, ya'ni band bo'lsa kerak. Shu 9 rangli odam. Shuning uchun biroz kutamiz do'stlar. Xo'sh, mana do'stlar, здравствуйте deb boshladi. Endi biz ham здравствуйте deymiz. Qani ko'ramiz, qanaqa savollar berar ekan. Imya pasport deyapti. Shu joyda chalg'ituvchi savol, chunki pasport yoki pasportdagi ismingiz. Shuning uchun men unga ism aytdim. Va mana shu yerga ismni yozamiz, pasportdagi, ya'ni nickname'imizni yozamiz. Va mana Vipo zaявка verno deyapti. Ya'ni zaявkangiz to'g'rimi deyapti. Da deyman, ya'ni ha, to'g'ri tashlangan, ya'ni tasdiqlangan, shunaqa ma'noda. Qaysi erpada yozsa, o'sha erpada javob bering. Javob berishni tavsiya etaman do'stlar.
Xo'sh, Sobitovada o'tkazib olamiz. Mana PORP deyapti, pasportni berishni, ya'ni va Sobitovada pasport va karmani deb yozamiz. Men ataylab TextPensiz yozyapman, chunki ko'pchilik shu TextPenga o'rganib qolgan, shuning uchun oddiy klaviaturada ham bu bo'ladi degan misol qilib shu oddiy o'zim klaviaturada yozyapman. Testivada yozamiz, keyingisini Открыл карман и достал pasport deb yoziladi. Albatta nuqtasiz va kichik harflar bilan. Endi Sobitovada katta harflar bilan pasport v ruke deb yoziladi va nuqta qo'yiladi. Endi yana действиеga o'tkazamiz va передал паспорт человеку напротив deb yoziladi. Ya'ni bu berish ma'nosida, o'sha pasportni u odamga berish ma'nosida bo'ladi. Передал паспорт человеку напротив. Shu yerda ozgina klaviaturam ishlamay qolgan, shunga e'tibor bermaysizlar. Xo'sh, endi biz pasportni beramiz va pasport berayotganimizni ham albatta ko'rsatib o'taman do'stlar. Bu yerda mana pasportni berdim. Endi bu ko'rib chiqadi. Yana savol beradi, balkim. Ko'ramiz qani. Xo'sh, mana как меня зовут deyapti. Biz buni ismini bilmaymiz. Hozir bu niki, shuning uchun biz не знаю deymiz. Va albatta mana hozir non erpa chatda yozdi, shuning uchun biz non erpa chatda yozamiz. Mana shunday yozsangiz to'g'ri bo'ladi. Hozir bu sirada atkazib berdi va endi mana erpada yozyapti, erpa chatga. Endi biz yana erpa chatga yozamiz hozirgina. Mana qaysi chatga yozsa, qaysi biriga yozsa, o'shunga yozsangiz, siz o'tishingiz 100% bo'lishi mumkin. Deyarli biladi deb o'ylaydi. O'shaning uchun shunaqa qilib yozinglar. Что у меня над головой deyapti. Biz patolog deb javob beramiz. Ya'ni tepamda nima bor deyapti. Что такое DB deyapti. Shunga ham e'tibor beringlar. RP chatda yozyapti, DB ni ham. Shuning uchun RF terminda любой bitta narsa, masalan, diadiya, babushkami, xullas shunga o'xshagan liboy miyla kelgan narsani yozib ketishingiz mumkin. DB desa haligi o'zini qoidasida yozish shart emas. Shuni ham yaxshilab tushunib olinglar. Agar non-erpada yozsa, o'zini qoidasida yozishingiz mumkin. Xo'sh, endi ko'ramiz nima deyishini. Menimcha yonimda ham anaqa qilyapti, ya'ni gaplashishyapti. Bo'ldi mana do'stlar. DB, SK, ZZ deyapti. Xullas bu erf terminlar. Endi biz shu erf terminlarni qanday bo'lsa, o'sha qonunda o'shanday qilib yozib chiqamiz. Xo'sh, mana DB deb turib, убийство без машины, SK spawn kill, ZZ зеленая zona, shuna qilib yozib chiqaveramiz endi. Va mana do'stlar, biz yozganmiz. SK spawn kill, ZZ esa зеленая zona. Va bo'ldi, ana non-erp chatga yozildi. Bu yana eslatdi. Xo'sh, endi kutamiz nima deyishini. Хорошо deyapti. Yaxshi, хорошо deyapman, demak yaxshi. Сейчас я вас общий. Va mana do'stlar, va nihoyat biz uje ishga kirdik desak ham bo'ladi. Qabul qilindik. Mana bular ham o'zini anaqa RP anaqasida, ya'ni Sobitova deystva qilib, sekin-sekin qonun qoida bilan bizlarni qo'shishyapti hozir. Xo'sh, biroz kutamiz endi forma berishini, shuncha kutgandik. Va mana перчатки odatiy deb yozyapti. Bularni lekin Sobitovani qilish rostdan qiyin ekan lekin.
juda ko'plab matn yozdi, shuning uchun men o'yladimki bular sobizdoniya qilish qiyin deb, chunki o'zi Facebookda sobizdoniya bo'lmaydi, shu matni uzun ekan, menimcha shunga qiynov. Va nihoyat mana Vinam podходите deyapti va biz конечно deymiz. Короче, rozilik beramiz. Mana spasiba deb turibdi dedik. Mana endi Rostakamiga bizani qo'shadi va o'sha sobizdoniyada ishlatiladigan matnni yozadi. Wow, bitta qutuldi va передалdi. Va mana biz nihoyat Facebookga ishga kirdik. Menimcha videoda to'g'ri va tushunarli tushuntirdim degan umiddaman. Agar kimda-kim tushunmay qolgan bo'lsa, videoni qaytadan ko'ringlar. Va shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar savollar bo'lsa, bemalol Telegram guruhga qo'shilib, bemalol savollaringizni berishinglar mumkin bo'ladi. Agar kimda-kim videoni tushunmagan bo'lsa, qaytadan ko'rishinglar maslahat beraman.